Assalomu alaykum aka-ukalar, yaxshimisizlar? Xo'p, bizga juda ko'p savol bo'lyapti. Kunda 10 ta odam yozsa, 8 tasi qanaqa jo'natasiz, qaysi pochtadan jo'natasiz? Aka-ukalar mana shu O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Eng arzon pochta shu. Sizlarga manfaatli bo'lsin deb qo'yapmiz. Ichkari kirib, necha pul bo'lishini hammasini ma'lumotini bilamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, bu ishlarimiz Nukusga ketyapti-da. Necha pul bo'lyapti hozir shu 8 pachka ishimiz? Bu ishlar hozir kilosini tortdi, 16 kilo 200 gram ekan. Birinchi kilosi 20 ming so'm, keyingi kilolari 5 ming so'mdan bo'ladi. Shu parasi 100 ming so'm bo'lar ekan. 100 ming so'm ketyapti mana 8 pachka. Birinchi kilosi 20 mingdan boshlanadi, qolgani 5 mingdan. U qaysi viloyatdagi farqi yo'q. O'zbekiston barcha viloyatlarida bor, 12 ta viloyatda, tumanlarda ham bor. 12 ta viloyat bo'yicha keyin kosib akalar sizlarga ham manfaatli bo'ladi. Lekin ko'p pochtalar bor. 8 da bekitamiz ishlar. Bugun akaxon telefon qilib 10 da bo'lsa ham ishimiz bor. Shunaqa chiqarishimiz kerak desang, yetkazib berishadi. Bag'i Balanza magazini, Bag'i Center, Bag'i Ahmad. Kelaverasizlar. Akamiz nomerini pastga yozib qo'yamiz. Bemalol kelib ishlarni bitkazadilar. Aka, men kech payt 10 da bo'lsa ham aka pochta bo'lsalar, sразу olib qoladi.